O'rtoqlar shunaqa ham qilib haydaydimi Gentrani? Buni qaranglar, bu tomonni. Balonni dami chiqib ketgan, keyin diskada haydagan, ko'rasizmi? Mana diska qirilib yotibdi. Aylanasiga qirilib yotibdi. Kreditga olistalik qilib, kreditga sotib olib, mashinani keyin to'la olmagan. Qaysi bitasini mana qop-qora tonirovkani qilib qo'ydi o'rtoqlar, mana buni qaranglar. Hech ko'rinmaydigan qilib. Birinchi tonirovkani oldin, birinchi kreditni to'lab, keyin tonirovka qilmaydimi? Uni qaranglar. Kreditni to'la olmagandan keyin mana shu stankaga hammasi yana qaytib kelgan. Olib qo'ygan davlat. U tomonda ham mashinalar. 200 ta mashina, u tomonda kolbotlarda eng ko'pi Gentra. Inomarkalar ham bor. Juda ham oliftalar hozir ko'payib ketgan yoki reklamaga ishonib, masalan, to'lolamiz deb yoki taksidan 1 million so'm topasiz, mana shuni olsangiz desa, shunaqa qilib aldanib olib, haydab yuradi, keyin haqiqat bilan to'g'ri kelib, avtomobilni kreditini to'la olmay yana topshirib yuboradi. Rosa ko'p mashina. Mana bu ham zo'r ekani, faqat orqasidan urilgan. O'rtoqlar, nima deysizlar? Shuncha mashina. Lokatsiyasi Telegram kanalida shu joyda. Kelib o'zlaringiz shu avtomobillardan birontasini tanlab sotib olsangiz bo'ladi. Bu reklama emas, shunchaki ma'lumot uchun kim qiziqqan bo'lsa avtomobilga.